Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Siz Minglib O'rol kanalini kuzatyapsizlar. Kirillcha yozsangiz Minglib O'rol kanaliga obuna bo'lasizlar. Bu qishloqda haqiqiy bo'lgan voqea, realni qishloq yigitning videolarini ko'rasizlar. Mana aka yerlar. Bu Singapur indramasiga qaraydi. Singapur davlatining indramasiga mana. Umuman hali haydalgan yo'q mana bugun 11-martmi? 12mi? Umuman haydalmagan mana. Yerlar shunday haydalmagan. Mana qarang. Xitoyliklarga ham bir A degan taraflar sotilgan mana. Bu 5-6 yildan beri ishlatadi bu yerda. Bu yerda holati keyin qanday bu yerdan hosil oladi? Davlat bilan balkim shartnomasi bordi, nechidir foiz davlatga beradi, nechidir foiz o'zlari oladi. Lekin vaqtida ishlov berilmagani uchun mehnat shartnomalarida ko'rsatilgan-ku, buni biror kishi o'rganadimi yo'qmi? Men kommentariymga yozyapti. Sizni shu fikringiz boshqa mamlakatga olingan yerlar bo'yicha qishloqda turasiz, ayting deyapti. Men ham yerlarni boshqa mamlakatga berishiga qarshiman. Vaqtida 60-70 gektarda bitta burgadir bo'lardi, 4 ta 5 ta suvchi bo'lardi. O'sha yerlarda suvchilarni o'zi oylik olardi. Yil 12 oy. 4 ta 5 ta chopiqchi bo'lardi. O'shalar oylik olardi. Nima deydi? Xalqimiz o'shaning orqasidan juda yaxshi yashardi. Umuman bir yo soliq, yo bir joyga bir narsa to'lamay hamma narsani sovxoz tomonidan qilinardi. Men prezidentdan iltimos qilib qolardim, bu holatlarni sovxoz holatiga kiritish haqida bir o'ylab ko'rish kerak. Hamma ishli bo'lardi, hamma bola chaqasini oldida uyqudan turardi, farzandini tarbiyalar edi. O'sha holatlar bo'lardi. Bu hozir u mamlakatga, bu mamlakatda ishlab, buni farzandini tarbiyasida ota bo'lmasa yo ona bo'lmasa tarbiyasi buzilib ketishiga juda katta sabab bo'lyapti. Bu ochiqchasiga aytishimiz kerak. Shundayin paxta navlari haqida gapirsam, prezident bu hozir mana Xitoydan olib bular urug'ini ekdi, lekin tan berish kerak. Xitoyning chigit urug'i oldingi 5 yulduz navli urug'lar bo'lardi Rossiya mahal. O'sha urug'larga mos, yaxshi, sifatli, suvga chidamli urug'. Men hozirgi chiqarayotgan O'zbekistonda olimlarni chigit urug'idan g'alla, umuman dehqonchilik urug'laridan men noroziman. Chunki hozir Buxoro 6, Buxoro 8 shunga navlarni chiqaryapti, suvga chidamsiz ular, bo'lmaydi. Kerak mahal, gul mahal shonasini tashlay olaman. Men dehqonman, shuning uchun men aniq fakt bilan ayta olaman buni. Tashlay oladi shonasini. Bu holatlarni bir yaxshilab o'rganib, bir nima deydi? Holatlar bo'yicha hamma yerni men xalqqa qaytarishga va shu xalq shu paxtani yetishtirib sopos holatda bo'lsa oylik to'lab holatiga o'tishini istayman. Sababi bundan bo'lim boshlig'i bo'lardi, agronom bo'lardi, qaysi bir mutaxassis bo'lardi. Hozir hamma o'z kallasida ishlaganday bo'lyapti. Hozirgi agronomlar boshqalar hokimiyatdan kelib o'rganmaydi ham, boshqa ham qilmaydi. Shuning uchun ham bu holatlarni yaxshilab o'rganib yuqoridagilar, men shaxsan xalqimizni o'ziga yerni qaytarilishini, o'zimiz yerimizda o'zimiz katman chopishimizni, o'z yerimizda ishlashimizni istayman. U chet elda qullik qilib, Xudoga ming qatla shukr, yaxshi pul topayapti xalq. Topayapti emas. Lekin o'z yurtingda, o'z mamlakatingda ishlaganga hech qanday teng kelmaydi. Mana bunday bo'lmagicha edi. Yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang 100 hayda deydi. Xo'sh, buni 100 haydaydimi? Mana ko'rib turibsizlar holatni. Umuman haydalmagan yerlar mana. Umuman. Bundan nima umid qilsa bo'ladi? Bu yerlardan ko'ryapsizlar. Buni xalqqa qaytarsa, men oylik holatda qaytarishi, sopos holatda bo'lishini istayman. Sopos holatda bo'lsa, bunda 5-6 ta masalan 60-70 gektarga suvchi bo'ladi, burgadir ishlaydi. Bo'lim boshlig'i bo'ladi, agronom bo'ladi. Umuman olganda xalqimiz o'z yurtida, o'z mamlakatida ishlaydi. Hozir bu yerda bir
ishchi yo'q, nomiga tomchilab sug'orish qiladi, chopqich yo'q, ximikatni beradi, o'tlar o'lsin, boshqa qilsin deb xalq zaharlanyapti. Boshqa hech narsa bo'layotgani yo'q. Ob-havoga, yaqin atrofdagi aholiga juda katta ziyon beryapti. Kuzatib boringizlar, sizlar Minglif Ural kanalini ko'ryapsizlar. Obuna bo'lishni unutmangizlar. Bizda qovun, tarvuz navlari buzilganlik haqida ham bu hali bo'yicha hozir tushuntirib beraman. Men yana navlarda hozir olimlardan noliganim sababi suvga chidamsiz gulga tashlab ketyapti deganim bu 100% haq. Oldin 5 yulduz degan paxtalar bor edi, Rossiya mahal. Bir marta sug'orilardi, ko'kargandan keyin deyarli ochilib qolar edi. Yana bir marta yo suv ichardi yo suv ichmas edi. Bir marta terilardi. Paxta moshinga ham mosdi, hammaga mosdi. Shunday navlarni yo'q qilib, hozir yaxshi navlar bo'lmayapti. Suvsizlikka chidaydigan navlar bo'lishi kerak. Lekin hozirgi talabga javob bermaydi. Mana ko'ryapsizlar, mana o'tini bilan turibdi, mana hamma joy rasvo. Mana davlat yerni kimga beryapti? Mana ko'ringizlar. Obuna bo'lishni unutmangizlar. Bizda faqat haqiqatni, adolatni ko'rsatyapmiz.